السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Barliq ustozlar, peshqadamlar, buyuklar, safdoshlar, hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Men yuqorida hammanglarning so'zlarini birdan-bir anglab chiqishga tirishdim. Eng oxirdagi so'z Ko'rash Ataxon akamizning so'zi bo'ldi. Ko'rash Ataxon akamizning so'zi uzun bo'lsa-mu, bir-biridan qimmatlik so'z bo'lg'achqa, inshaalloh taolo men to'liq tafsil anglab chiqdim. Aramızda Ko'rash Ataxon akamiz kabi adolatda mustahkam, yetim qasimi adolatda qolgan, yolg'iz qasimi adolatda mustahkam qolgan bandalar bilan Alloh birga, farishtalar birga, mu'minlarning solihlari, to'g'ri niyatliklari birga bo'lgan bo'ladi. Bu islom dunyosida siyosiy jihatda bo'lsin, diniy jihatda bo'lsin, tarixda misli ko'rilmagan, intayin yuqori shon sharafga erishgan, hali ham uning shon sharafi mavjud. Hali ham bundan keyin qiyomatgacha uning shon sharafi mavjud bo'ladigan suyimlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning g'albi qozonish, uning shon sharaflarini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bayon qilib, "Vashavrhum fil amri" Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, sen öz aldığına öz beşimçilik kılmaysa, öz aldığına şahsiyetin olan hüküm kılmaysa, ümmetin işini özden öz beşimçilik kılan, hukukun olan, imtiyazın olan karar kılıp etmeyse, sen ümmetin işini, ümmetinin çoğunları olan, kiçikleri olan, hemmesi olan meslehatlaşırsa, ümmetin olan münasebetlik boğan işlerinin hemmesini sen, ümmetlerin olan meslehatlaşıp, ümmetlerinin köpsallıqının karar kılgan, köpsallıqının razı boğan işlerini yol tutup mangallığın üçün, sen galbi kıldın, nüsretki eriştin, işlerin oğuşluk oldu. Yani bu ayet-i kerimning bir qismida sen qol ostindagi odamlarga intayin mehribon bo'lding, kuyimchan bo'lding. Ularning xatoligini afu qilib turadigan bir xislatga ega bo'lding. Agar sen ummatingning ishlarini ummating bilan maslahat qilmay, o'z beshimchilik bilan o'z oldinga podshochi qaror chiqaradigan bo'lgan bo'lsang eding. Agar sen ummatingni atrofingdagi xalqning o'zini ular xatolik qilib qo'ysa, ularni affu qilmay, ularni kechirim qilishga bo'lmaydi, ularni affu qilishga bo'lmaydi deb ularga adovat saqlab turadigan, ularni affu qilmaydigan holatda davom qilgan bo'lsang eding, atrofingdan ummatlaring hammasi tarab ketgan bo'ladi. Sen yakka yegani yolg'iz qolgan bo'larding. Allah subhanahu ve teala bu ayet-i kerimde suyimlik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin galbi nusretlerini, şan şereflerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin iki alahide kısletini mücessemlegen. Biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kandak işini ümmet bilen meslehatleşip, ümmetnin kararı bilen, istişare bilen kılıdıgallık kısleti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin etrafındaki ümmetnin toplu işini Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni ümmetin himaye kılışının özünü keltirip çıkargan. Resulullah'ın en güçlü güç kuvveti bu idi. İkincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında hatalık ötküzgen, apu sorugan, keçirim soruganlarının hatalıkını yüzge silip, ulanın özünü qoğlup etmezden davamlık apu yolunu, apu kılış yollarını, ularni kechirim qilish yo'llarini davomli ochiq tutgan. Mana bu Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning bu ikki xislati Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamni tarixda hech qanday imperatorlar qozonolmagan, imperatorlar yetanmagan, kuch sohiblari yetanmagan, bütün dünyada mal dünya sahipleri yetenmeyen, misli görülmeyen şan şeref, izzet, hürmetke hep çıktı. Hatta ki onun dini yer şardı 1450 yılgacha nurgulluğun talafetlerini beşten ötküzgen bolsumu, hele hem onun dinine itikat kılıdığan devletlerde mücessem bulup durvatkan Müslümanlar 56'dan aşıdı.
Mana onun dini hele hem qıt götürüp duruvatıdı. Bundan keyin qiyomat kishi qat götürüp duruvatıdı. Bu dinning mushunda qat götürüp turishidagi payg'ambarimizga bu shon sharaf, bu izzat hurmat, bu qalbi nusratning birlashidagi ikki cho'ng sabab. Birinchisi o'zining ummatining ishini ummat bilan maslahatlashib, kengashib qilish. Eğer kengişmeylem öz aldığı bişimçilik kılıp, öz aldığı elip taşlap, öz ağırı kara kırıp, öz aldığı şahsen hüküm çıkırdığın mandak boğan bozcu, Allah Teala eskertip sen yigani yalğız kalgan bulattın. Etrafında seni kollaydıqanlar bir tarıp ketken bulattı deydi. İkincisi sen hatalık ötküzgüçülerini davamlılık hatalıkını tunulgan zaman epu kıptıdın, keçurum kıptıdın. Eğer sen hatalık ötküzgenlerini keçurum kılınmaydı, epu kılınmaydı degen yollarda mangan bolsan idin, yeni ümmetin etrafındın tarqap ketken bulattı. Yigani yalğız kalgan bulattın. Bu ayet-i kerimeden biz şunu kürül alayımız ki, her kandak siyasi yol, her kandak bu ümmetten başolap çıkmakçı boğan insanda bu iki hisleti mevcut boğan. Xalqning işini xalq bilen maslahatlashib qaror qilib, xalqning köpsalliqining maslahati bilen reallikka chiqargan insanda Allah'ning yordami bo'ladi. Payg'ambarning yo'li, Allah'ning yordami, xalqning yordami bu insondan tatılıp ketmeydi. Bu galbi qilg'uchi inson bo'ladi. Ikkinchi, har qanday siyosiy rahbar o'z atrofidagi qarindoshlarning xatoligini afu qilib, kechirim qilib, ularni afu qilib, to'g'ri yo'lni tunigan zaman uni yana bag'riga basalaydigan xislati bo'lganlarning o'zi cho'qim galbi qiladi. Agar ularning atrofida xatolik o'tkazib qo'yganlarni qalliq intiqom olaman. Bularni intiqom bilan bir taraf qilimi deganlar, yana yigani shaxs qiladi. Yana ular mag'lubiyatga uchraydi. So'ng butun siyosiy yo'llarning ayrilmas ikki qanoti, bir qanoti xalqning isiga mas'ul bo'lib chiqqankan 15 bo'lgan taqdirda 105 bo'lgan taqdirda har qancha dangliq inson bo'lgan taqdirda cho'qim xalqning ishi deb chiqqankan xalqning ishini atrofidagi xalq bilan kengashib qilish siyosiy rahbarlarning eng kuchli bir qanoti. Ikkinchi qanoti atrofidagi kichiklar nadalla xatolik o'tkazib qo'ysa, xatoligini tuzigan zamat ularni afu qiladigan, ular bilan bo'lgan orasidagi ijtimoiy munosabatni yaxshilay oladigan, ularni afu qilib turadigan bu ikki xislat mavjud bo'lgan taqdirda mana biri xalq bilan istishora qilib qaror chiqarish, biri xalqning xatoligini afu qilib turib harakat qilish, bu ikki kuch quvvatga sahib bo'lgan har qanday siyosiy yun, har qanday xalqning ishini qilg'uchilar bilan Allohning g'albisi ularga her zaman ishga uchuq. Allah ularga g'albini surat ato qiladi. Ammo har qanday siyosiy mus ikki xislatdan podsho bo'lsin, imperator bo'lsin, bu ikki xislatdan ayrilgan bo'lsa, u halokatga mahkum o. Onun halak boğunu boğan, onun vayran boğunu boğan, her kança kakşsın, her kança yığılsın, onun kalbi nüsreti Allah tarafından tatılıp gidiyor. O ayıkka bağmaydı. Yeni bir Allah Subhanahu ve Teala biz bütün Kur'an ehlini, iman ehlini, İslam ehlini Allah Subhanahu ve Teala adaletke buyurgan. Adalet bizim kararımız. Biz adaletten halkıp ketken vakitte, hele o taraf, hele bu taraf boğan vaktimizde biz adaletten halkıp ketimiz. Adaletin birinci düşmanı ne? Tarafbazlık. Adaletning birinchi dushmani yoki men ma tarafga yon besib turib so'zlayman, a tarafni kamsitmoqchi va yoki a tarafni va yoki a shaxsga yon besib so'zlayman, ma shaxsni kamsitmoqchi. Mana adolatni Alloh bizga farz qilib bekitgan adolatdan bizni ozdiruvdigan, xalqning rahbarlarini ozdiruvdigan birinchi dushman tarafbozlik. Musibazlik degan bir narsa bizning xalqimizdimi bütün xalq umumi bo'yicha tanqid qilingan. Allah Teala çekligen en çok günahlardan birisi kımanın üzüne xalqimiz ayığını vaz kelimesini keltirip süpetligen kıma vaz. Allah çekligen ikkili dünya bizni şermende resva kılıdığan zinayı haramını bizden xalqimiz ayığıza yani vaz koyap paşı vaz. Yana Üzdün kepterleri bilen kılım, kepterlerinin uçup dikkat kılıp, kepterlerinin uçup mulluk etkinliğine seyri kılıp, zemindinin bulavatıdı, bununla dikkat kılmay, ögzülerden, binalardan çıkıp gidip, paçkışını sunup gidip, ögzülerdeki tunluklardan çıkıp gidip, üzdün beşini üzü yeydiğen, bunca kan vakti bir insanların üzünü xalqimiz keptavaz dep at koydu.
Yana mushu adolatdan halqib ketgan insonlarning o'zini adolatdan chiqib ketgan, adolatni barpo qilish emas, adolatni yervil yeksan qiladigan insonlarning birinchi ismi tarafboz. Şunu bu vaz kelimesi kullanılan insanların hemmisi halaket yolunda ketayotgan insanlar. Şunlaşqa xususan men Köreş Ataxan akimizning bu xalq uchun çekкен jafalarını, qilayotgan xizmatlarini, kelgan besimlarini anglagan bo'ldim. Shuni tavsiya qilaman Köreş Ataxan akimizga yuqorqidek adolatlarni yo'qotib qo'ymasliklarini tavsiya qilaman. Yuqorqidek xalq bilan istishora xislatlarini yo'qotib qo'ymasliklarini tavsiya qilaman. Kichiklarni apu qiladigan apuchanlik xislatlarini yo'qotib qo'ymaslikni tavsiya qilaman. Tarafbozlikdan xoli bo'lgan taqdirda yuqorida tahsillining andaq shaxslining yotqandan chiqqancha elayotgan qarori hammasi nolga hisob. Yuqoridagi vazifalarni umumiy xalqning birlikka kelgan, xalq ovozi bilan birlikka saylangan bir hukumat barpo-lab chiqqanga qadar u elib tushirtilgan hamma huquqni nol deb hisoblashlarini umid qilaman. Ammo bu borasida yuqorida bir necha sürgün hükümetini qurup chiqishchi peshqadamlarning ismini Allah cho'qim bu qurilmoqchi bo'lgan, hozir tashkillanib chiqmoqchi bo'lgan bu sürgün hükümetini birlikka, reallikka, ro'yobga chiqarmoqchi bo'lgan bu sürgün hükümetning shu peshqadam qurug'chilari hozir belni bog'lab, cho'qim o'ttirga chiqib, bu masalani hal qila oladigan eng chong kuch-quvvatimiz yana yuqorida tilga ilingan peshqadamlar. Buning qurug'chi rahbarlar bo'lgan rahbarlar cho'qim silli bilan birlikda hamkorlikda mo'riga tirgan asosda shu qurug'chi bir necha nafar a'zo ekan 7-9 ismlarini sanab o'tla birdan bir. Men uni esimda tutolmadim. Shu ismi sanalgan qurug'chi rahbarlarning o'zi sürgün hukumatning asosiy peshqadamlari shu. Asosiy oqsoqollari shu, qora qilg'ichilar shu. Shular chiqib inshaalloh subhanahu va taolo ma sürgün hükümetinin birlikini saqlab qolishni tavsiya qilamiz. Buning ichida İsmail Chingiz afandimning bir necha so'zlariga, xatlarga men shohid bo'ldim. Xalq saylasin. Xalq qanday saylab qara qilib chiqarsa, xalqning qaroriga men rozi degan İsmail Chingiz afandimning o'g'ilvali erkakchi, mardona, mardlarcha so'zlariga men shohid bo'ldim. Men o'zim shaxsiy öz beşimchilik bilan qaror qilmayman. Xalq qanday qaror qilsa, xalqning qaroriga tashlayman, xalqning qaroriga hurmat qilaman deganiga yuqorida yana Abdulla Aqyo'ldan tortib Erkin Sabit qarindishim buningga İsmail Chingiz afandimning bu so'zlariga shohid. Men ham buning shohidlaridan birisi. Mana bu xalqning yo'li, mana bu xalqning ishi. Shunglashqa bütün siyosiy rahbarlar xalqning ishini xalq bilan istishora qilishdan ayrilib qolmagan vaqtda Allohning g'alabini surti uningga hamro bo'ladi. Atrofimizda xatolik o'tkazib qo'ygan yoshlarni, nadonlarni xatoligini tuzigat zaman apu qilib turib, yana bag'rimizga bosadigan xislat bizda bo'lgan vaqtda cho'qim buningda Allohning yordami bo'ladi. Allohning yordami bo'lgan qavm, tashkilot, jamoat cho'qim g'alaba nusratga ega bo'ladi. Shuningdek, bu xalqning mas'uliyatini ustiga olgankan, shaxsan qaror qilmasdan podshohlik tuzumida mandaq aptash o'tishni biz qabul qilmaymiz, bundaq o'qitishlikni. Shuningdek, aptash o'tibdi, o'qitash o'tibdi, bu tash o'tibdi deb, uning aptash o'tgan qarorini biz axlatxonga cho'pga tashib o'tib, ya'ni bizning o'zimizning ustiga yuklangan mukammal mustahkam mas'uliyatimizni xalq umumiy qarordan o'tkazgunga qadar cho'qim apmangimiz, xalq qanday qaror qilsa, xalqning umumiy qarori beşimizдің üstünde. Hatta ki devlet reisleri mi, hatta ki Türkiye Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan mı, xalq qaror qiladi. Xalqning qarori beşimizдің üstüde deb kelyapti. Mana bu xalqning xizmatini qilayotgan bütün rahbarlarimiz xalqning umumiy ko'p sonli qarori beşimizдің üstüde deb menish ayrilishga bo'lmaydigan birdan bir yo'l. Alloh subhanahu va taolo hammalarni adolatdan ayirayotmasin. Hammalarni istishoradan iborat kuch-quvvatimizdan ayirayotmasin. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo afuchanlik, afu qilib turadigan kang qursoq mehribonlikdan ayirayotmasin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni vazliq, mazliq, bazliq degan sili bizni adolatdan yiroqlashtirib o'tadigan bazliqlardan Alloh subhanahu va taolo doimo yiroq qilsin. Hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.